Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Replay.uz. Bugungi videoda bizlar Minecraftning 3 ta versiyasini tekshirib ko'ramiz. Qani unda videoni boshlashdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'ying. Unda videoga ketdik. Go. Xo'sh, unda birinchi bo'lib o'ynab ko'radigan o'yinimiz bu Lavacraft bo'ladi. Buning kirishi mana Netherga o'xshaydi va mana bunaqa ads demi magazin va add start the game rate us nima? Ha, bu bo'ldi boshqa narsalar. Play marketga kirib ketagan. Demak, start the game bosamiz. Loading files. Loading qilyapti ekan. Kutamiz. Va mana Minecraftning oldingi versiyalarini kirishi bilan bir xil qilinyapti. Lekin men bitta yozuv yo'q, Minecraft degan. Bitta ham bitta minus bor. Hech bo'lmasa men bunaqa qora qilib ko'rgandan ko'ra wow. Boshqa chiqib tursa-ku. Va endi bunga chidasa bo'ladi. Dressing room. Qiz bola. Gigaboyda o'ynaymiz do'stlar. Va bu yerda settingsga kiramiz va ko'rishingiz mumkin touchda mana bunaqa nimalar bor ekan endi. Menga kerak narsa yo'q-ku bu yerda. Touch effects hotbar deydi. Lefty joystick hamma joystick bo'lyapti. Xo'sh, endi general account deydi. Nimaga bu yerda Denver? Nimaga Denver? Bu replay bo'lish kerak-ku. Xullas replay. Ana endi bo'ladi. Mod ham bormi unda? Qo'shib ko'ramiz. Davayt. Endi buni o'yinini boshlasak. Xo'sh, kutamiz endi. Menga bu qizilligi yoqyapti-yu, mana o'g'il bola flame option lava tozadan mira cho'ramiz. Kreativ, normal. Hammasi yaxshi. Ketdik. Va kutamiz. Hozir bu yerda bir hamma narsani bir tekshirib chiqamiz-da. Loading qilyapti. Lekin men bu qizil atmosfera, Netherning atmosferasi menga yoqyapti hozircha. Hali oldinda ikkita o'yinimiz bor do'stlar. Ularni ko'rib chiqqanmiz. Va mana bunaqa boshlaykan. Xullas do'stlar, hozircha Minecraft bilan bir xil. Umuman farqi ham yo'q va narsalari ham bir xil. Даже Netherite ham bor. Buni do'stlar mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Men sizlarga maslahat beraman. Ham megabayt kamroq, masalan, kimdirlar telefoni haqiqiy Minecraftni ko'tara olmayotgan bo'lsa, men shu o'yinni tavsiya beraman. Va bu menga hozircha yoqyapti. Control touch klassikda qo'yaylik. Klassik menga yoqadigan. Xo'sh, men bu endi kompyuternikidek qilib bo'ladimi? Pluscha. Ha, bo'ladi ekan. Minecraftni shunchaki ko'chirib qo'yganlar unga. Xo'sh, endi invertordan bir ikki narsalarni ko'ramiz. Hozir menga mana bunaqalar qiziq. Qanaqa bo'lar ekan? Qani mol qani? Mana. Xullas, birinchi bo'lib sheep it. Bir xil
bola. Ye. Yovuz. O'ldiraylik buni. Ozor beryapti ularga. Sen yaramasmisan? Bolasi bilan opasini yevording-ku, oyisini. Xo'sh, bu mol ham bir xil. Endi kiyimlarni kiygizib ko'ramiz. Masalan, Nezeraytdan jam bor bo'lib ketadi-yu, farqi yo'q. Biz hozir kreativdamiz. Shu muhim. Hamma narsasi Minecraftniki bilan bir xil, do'stlar. Xohlaganinglarcha o'ynayverasizlar, bo'ldi. Hozirgi 21-versiyanikidek narsalar bormikan bunda? Hozir. Ha, menimcha yo'q. Bu narsa nima edi? Xullas, korotchi, bu o'yin menga juda ham yoqdi va buni yuklashga sizlarga tavsiya beraman. Xullas, bu birinchi o'yinimiz edi. Buning ismi Lavacraft. Play Marketdan yuklashingiz mumkin. Unda keyingi Minecraftga ketdik, do'stlar. Xo'sh, do'stlar, keyingi Minecraftimiz bu Minecraft bo'ladi. Buni ham ko'pchilik menga aytgandi. Bu yaxshi Minecraftga o'xshaydi degandilar. Hozir ko'ramiz, do'stlar. Va yana o'tgan safargi Lavacraft bilan buning kirishi bir xil. O'zgarish yo'q, lekin mamutida o'zgarish bor. Play settingiz boshqa narsa yo'q, Lavacraftga o'xshagan. Skin almashtirib bo'lmaydi. Demak, birinchi hozir settingizdan ko'ramiz. Minecraftdan farqi umuman yo'q. Speed controls masalan yo'q qo'yamiz o'zim. Bu yerda akkaunt ham yo'q ekan, ism ham o'zgartirib bo'lmaydi, skin ham qo'yib bo'lmaydi. Xullas bir xil bo'ladi ekan video deydi. Xullas bo'ldi, endi kirib ko'ramiz. Create new world. Kreativ qilamizdan bosaveramiz. Ketdik. Bunda o'zgarish bor mana. Minecraftnikini polni ko'chirib qo'ygani yo'q, o'shaning uchun mana Minecraftda o'zgartirib qo'yibdilar. Malades. Qolgan hamma narsasini ko'chirib, bitta mana shu yozuvni ko'chirmayaptilar, lekin malades. Orqasiga masalan boshqacha bir narsalar qo'yish kerakmidi? Vo, mana haqiqiy Minecraft. Bir xil kopiya. Hamma narsasi bir xil. Buni maslahat beraman, buni 100% maslahat beraman. Ana Lavacraftga o'xshagan hamma joy qizilmasu, lekin oddiy Minecraftniki bilan bir xil. Men nimaga bosib o'raveraman videolarga. Xullas, mana pandalar ham bor, hamma narsasi bir xil, prosta junglida paydo bo'lgan. Nimaga? Men chiroyli manzara ko'rmoqchi edim. Xullas, bu Minecraftni ko'p tekshirib o'tirish ham shart emas. Bir xil. Faqatgina yozuvlari, kirishlari boshqacha bo'ldi. Qolgan hamma narsasi bir xil, do'stlar. Hozir Nezeraytlar ham bor shekilli, 21-versiya bilan pashti bir xil. Xullas, buni ham mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Buni ham Play Marketdan topasizlar va mazza qilib o'ynaysizlar. Unda keyingi Minecraftga go endi, do'stlar. Bu nima ochilmayapti? Va oxirgi Minecraftimiz bu Craftsman, do'stlar. Buni ko'pchilik bilishlar, mana bu ham hammasi kirishi bir xil ekan, do'stlar. 3 ta Minecraftning kopiyasi, bu uchisi ham bir xil, do'stlar. Prosta mana bunaqa
boshlanishlari boshqacha bo'ldi. U men bunda Minecraftga o'xshamasdan akkaunt ochish kerak ekan skin qo'yish uchun, lekin normalniy bolani berib qo'ydi boshidan bizlarga. Ana birinchi o'ynagan Lava Craft'imiz bor. O'sha bilan bir xil ekan, prosta ko'k rangda akkaunt Steve. Buni albatta replayga o'zgartiramiz. Uz bo'ldi, replay sila. Gazga tashlakamaydi. Xo'sh, touch klassik qilamiz buni albatta. Speed controlni yoqib qo'yamiz. Bo'ldi, o'yin boshlaymiz bunda ham, okey. Do'stlar bilan o'ynasam bo'ladigan, serverlar ham bo'ladigan. Bunda menga yoqib boshlayapti Craftsman. Mana uje o'zgarish, mana bittadan ko'rsak bo'ladi. Multiplayer mod ham qo'shsa bo'lar ekan, do'stlar. Ko'rayotganlaringdek, mashinasidan dipatta qo'yib qo'yamiz. O'zi hozir oldingi o'ynaganlarimizda klassik qilasanmi, touch qilasanmi deb mendan so'ramadi o'yinga kirayotganda. Lekin bu so'rayapti, lekin men so'ramaydi deb o'ylab oldindan yoqib qo'yganman. Bu ham bitta plus. Xo'sh, mana bitta panda turibdi. Hamma Minecraftlar bir xil. Umuman farqi ham yo'q. Prosta mana bunaqalari boshqacharoq ekan. Qolgan hamma narsasi bir xil do'stlar. Buni ham, lekin bu menga ko'proq yoqyapti, chunki buni mana narsalari, invertorlari ko'p-da. Menga ko'k rang yoqadi. Eng yoqtirgan rangim ko'k. O'shaning uchun mana bu hamma narsasi ko'k va menga yoqadi. Va bo'ldi, buni ham bu Minecraftni ham ko'p tekshirib o'tirish shart emas. Hozir tushib olay pastga. Sonrasi ko'rsataman hozir. Xullas, do'stlar, короче, videom shu momentda o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Xullas, men 3 ta Minecraftning kopiyasini, nusxasini ko'rib chiqdik va juda ham ajoyib edi bu. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz. Yaxshi ham, men Gitlerga o'xshab qolibman. Sal o'xshar ekan. Zato nega girmasman? Bo'ldi. Короче, video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Unda keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan men replay uz bo'ldi. Do'stlar, unda videomiz shu joyda to'xtaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Unda keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Keyingi videolarni kuting. Xayr hammaga.